Yangi xodim o'z rizqi bilan. Ustoz Imomi Azam hazratlarining bir gapi bor. Uylansang xotining, farzandlaring o'z rizqi bilan kelganidek, yangi xodimga ham Alloh taolo ajratgan rizq bor. Shuning uchun ishlayotgan xodimlaringning ish haqida adolatli bo'l va daromading kamaysa, ularning maoshlarini kamaytirmagin. Shunda asl barakani ko'rasan. Men doim ustozning haq bo'lib chiqqaniga guvoh bo'laman. Bu safar ham hisobchining qadami qutlug' bo'lib, rizqi ortig'i bilan keldi. Ishlar tezda shunday tartibga tushdiki, hatto daromadimiz 3 baravar oshdi. Ilgari hisob-kitob cho'zilib, mol sotilishi bir necha kun kechikardi. Sodiq kelgach, ancha vaqtimiz tejaldi. Natijada Abdulloh ilm bilan ko'proq shug'ullana boshladi. Bu orada tarix kitobi asari bitdi. Bir necha yillik safarlar ta'sirida yozilgan bu kitob buyuklar, joylar, millatlar haqidagi mo'jazgina qo'llanma bo'ldi. Ha mayli, maqsaddan chalg'imaylik. O'rni kelganda boshqa kitobda uning asarlari haqida batafsil to'xtalish niyatim bor. Xullas, Sodiqning barakasidan ishlar jadal rivojlandi. Daromadlar ham ortib boryapti. U bozorga mol yetkazib berish, pullarni yig'ib olish, buyurtmalar qabul qilish, zarur mollar ro'yxatini tuzish, bozorni o'rganish ishlarini ham tezda o'z qo'liga oldi. Endi ilmga vaqtimiz yanada ko'paydi. O'z navbatida hisobchining maoshi ham 2 barobarga oshdi. Undan yana bir yaxshi odatni o'rgandim. Bir kuni xonasiga bir ish bilan kirsam, pullarini taqsimlab o'tirgan ekan. Men undan qarzing bormi deb so'radim. Yo'q, dedi u qisqagina. Unda nega pullaringni alohida taqsimlayapsan? Otam o'rgatgan. Taqsimlarimni sizga hozir tushuntiraman. Oylik topgan daromadimning 10dan birini ota-onam uchun, 10dan birini ihson qilaman, 10dan birini o'zimning kelajakdagi ehtiyojlarimga ajrataman. Qolgan qismini zaruratga qarab sarflayman. Hammasini tushundim. Ammo o'zingga 2 marta pul ajratganingni menga tushuntir. Birinchi ajratgan bir qism bu kelajagim uchun. Ertaga qanday kunlar bo'lishini bilmayman. Shuning uchun doimo o'zimga maosh ajratib boraman. O'tgan yilgi o'z pulimga 10 ta kitob sotib oldim. Juda noyob kitoblar, lekin qimmat ekan. Bu yilgi pulimga qo'y sotib olmoqchiman. Taqsimotdan ortgan pullarimni o'z ehtiyojimga ishlataman. Agar ortib qolsa, singlimga yuboraman. Sen bu odatingni boshqa xodimlarga o'rgatishing kerak ekan. Shunda ko'pchilik hali maosh olmay turib, ishlatib qo'yishdan saqlangan bo'lardi. O'rgataman xudo xohlasa. Yasha. Ha aytgancha, Shomdan kelgan mollar savdosidan tushgan pullar hisobini bersang, xo'jayin so'rayotgandi. Men ishchilar oldida Abdullohni xo'jayin deyman. Kitob yozayotganlarga ihson qilmoqchi. Xo'p bo'ladi. Siz xo'jayinning oldiga yetguningizcha ortingizdan hisob-kitoblarni yetkazaman. U haqiqatdan aniq ishlaydi. O'zi va'da bergandek tezda daftarni olib keldi. Abdulloh daromadni ko'rgach, xarajatlarni hisobladi-da, birato'la 1000 dinor pulni ihson uchun ajratdi. Bu pul kichikroq savdogarning 10 yillik daromadi edi. Shoshib qoldim, lekin bir so'z deya olmadim. Agar Abdulloh birovga pul bermoqchi bo'lsa, fikridan qaytarib bo'lmasdi. Qaytarishga uringan odamga shunday muomala qilardiki, unga to abad dars bo'lardi.